Assalomu alaykum. Yozgi issiq kunida muzdekini ketadigan go'jani birgalikda tayyorlaymiz. Bozor rastalarida, don mahsulotlari sotadigan joyda atigi 10-15 ming atrofida turadigan bug'doy aralashmasini olasizlar. Bug'doyni yaxshilab yuvib, qozonga solamiz va 2-3 baravar ob'yom berguncha suv solamiz. Ustiga yana musor qoldiqlari chiqib qolsa, shunaqangi elida ovorasizlar. Qaynab chiqqandan keyin ustidagi ko'piklarni ham olamiz. Agar suvi kamayib ketib qolib, bug'doyi pishmagan bo'lsa, yana suv solib qaynatishda davom etasizlar. Bug'doylari pishib, suvlari shunaqangi kesel holatiga kelguncha yaxshilab qaynatib olamiz. Bu videoda yarim kilo bug'doydan foydalanyapman. 1 litr damashning yog'liqqina mazali qatiqdan olib, yaxshilab aralashtirib solamiz. Bonkaga 150-200 gram atrofida suv solib, yaxshilab aralashtirib, uni ham chayqab sovuramiz. Endi rayhon, tuz solib, yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan go'jamizni endi muzdekini xolodilnikka bag'riga jo'natamiz. Xohishga ko'ra muzli solib, podacha qilsangiz bo'ladi. Ishonchli va mazali go'jamiz tayyor bo'ldi. Albatta bu usuldan foydalanib ko'ring. 25 ming so'm sarflab 10 ta porsiya chiqadigan go'ja tayyorlasangiz bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.